Do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun men eng hurmatlaydigan san'atkor, eng hurmatlaydigan qoyil bo'ladigan rejissyor, ustozim Nijat Niyoz akam bilan birlikda suhbat uyushtirganimizdan shunday xushalman. Albatta o'zimizning qalbimizda yuksak o'rinda turadigan kishilar bilan tang o'ltirib ham suhbatda bo'lish hammamiz uchun shunday zo'r baxt, sharaf hisoblanadi. Nijat akamga chin yuragimdan salom aka. Salom, rahmat. Nijat akam bir umr desak tamoman bo'ladi. Mushu maktabni bitirib, Markaziy teatr institutini bitirib, mushu Shinjonga yenib kelgandan boshlab toki hozirgacha har millat xalqininki ma'naviy zavqini toza joyida, toza yaxshi, toza unumlik berish uchun tirishayotgan bir shaxs. Ayni vaqtda Nijat akam aktyorlik holatida nurg'un dramalarda, etudlarda rol elib bizning qalbimizda o'chmas obrazlarni yaratayotgan bo'lsa, keyingi kunlarda rejissyorlik xizmatidami biz o'ylab baxmagan natijalarga erishib bizni bek hayron qoldirayotgan. Shaxsan men mushu Nijat akam televiziya stansiyasiga yetkilib borgandan keyin tunji ishlagan Qurbon yetlik kechilik deyman aka. Ishqil bir kechilikda Nijat akamning yangilik yaratish ro'yidan, Nijat akamning iqtidoridan, rejissyorlik mahoratidan bek hayron qolgan. Ayni vaqtda menlar emas, nurg'un kishilar Nijat akamdan bek hayron qolganchu. Demak, mening yenimda o'tag'ini nayti muloyim, kamtar bir aql emas. Biz chin yuragimizdan qoyil bo'lgan, bizni hayron qoldirayotgan bir bek büyük, bek iqtidorli, bek suyimli bir san'atkor desam ortiqlik qilmaydi. Endi Nijat akam bizga izchil xushallik berib kelyapti. Mayli o'zi ekranda ko'ringan aktyorlik holatida ko'ringan asarlarda bo'lsin yoki o'zi ekranning kayinda turib ishlagan kechiliklarda bo'lsin rejissyorlik holatida. Bizga izchil xushallik berib, huzur berib kelyapti. Bugun endi Nijat akam bizga yana bir xush xabarni aytib bermoqchi. Nijat akam ishlagan nurg'un programmalar, kechiliklar jumladan Mashrab programmasi bizni ham yana bir qitim bek xushal qilgan, bek qoyil qilgan. Endi bugungi kunda Nijat akam yana bir yangi programmani ko'pchilikka bizning suyimli Zamira singlimiz bilan birlikda sunish oldida turyapti. Shu mush uchurni ko'pchilikka yetkazgan bo'lsak, demakchi aka. Rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat. Xijilib ketdim. Endi boya siz degandek, bu biz yangidan xalqimizga taqdim etmoqchi bo'lgan, sunmoqchi bo'lgan bu programmamizni faqat Zamira, men, biz emas, uningda sizim bor. Boshdan sizim bor, shu planlashdan tortib, hozir qadar endi Zamirani qishi turib, xil ishlarni shunaman. Bu programmaninki men ham Zamira bilan birlikda shuni birga qilaylik deyishimdagi sabab hozir bek aldirashdim buning ustiga. Lekin endi men yanala shu o'zimning shu san'atga bo'lgan o'zimning ishtiyoqim. Pensiyaga chiqdim. Pensiyaga chiqqan bilan hozir endi cho'ng ekrandan hozir asosiyatda shu qo'limizdagi taratqiga ketib qoldi. Lekin endi yanala endi shu ko'nglimda bo'lsa bir cho'ng ekranda ishlagan burunqidek ashuna programmalarimizni, yaxshi programmalarmi bor. Sizlar ham shunday programmalarni ishladinglar. Biz endi ma'namda o'ylab, shu san'at jihatdan endi bir xalqimizga bir yaxshi bir xil bir cho'ngroq bo'lgan bir xil sahna yaratib berayotganmiz deb buni ham o'zim shuni tanladim mana aytganda. Zamira kelibdi, bo'ldi, shuni qilaylik. Aman burun bundan kimni qildigan ishimdan birisi mushitdi deb shuni ish kuchay bo'ldi. Qilyapmiz endi. Hozir endi 8-sida shu axborot e'lon qilish yig'inini qilsak, undan keyin shu 4-yana oxir 5-yagacha buni ham boshlab ketaylik deyapmiz. Nijat akam zukam bo'lib qopti-ku. Men ovozim ma'namda o'zimni yaxshi ko'rib qilishimdagi sabab hozir men sahnamizda bir qancha cho'ng programmalar menyapti. Ma'ni endi haliqi dastlablam siz bulturma biz bir xotellarga berib bir izdinish qildik, bir shu vaqtdan bir ishni qilamiz deb, lekin ma'lum sabab aldirashchilik sabablaridan buni qilolmagandik. Bu yani asos yani shu programmaga. Asosiyatdan mening maqsadim shu-da. Haliqi avtonom rayon darajasi bo'yicha, avtonom rayon bo'yicha bizning tonilgan, bizning cho'lponlarimiz, san'atkorlarimiz, naqshchilarimizni ularni elib asos qatlamdagi bizningki havaskor naqshchilarimiz bilan tutashtiradigan, uchrashtiradigan, andan keyin asos qatlamdagi har xil o'xshamagan har millatningki
shu madaniyat aloyidliklari bilan san'at aloyidliklari bilan uchrashtiradigan mushularni ana yig'ib kelib biz tomoshabinlar bilan uchrashtiradigan müjde qildigan hamda bir yaxshi bir programma bo'ldi ekan. Uning ustiga hamda bu yil sayohat qizg'inligi Shinjongda balkim boshqa yillarga qaraganda texmo bak cho'ng bo'lib ketadigan qilib turdi. Hamda biz hamda mushuningda sayohatni ma'noga kirgizib hamda. Tushunami? Mushadan boshlab, Urumchidan boshlab, bular maslahatlashib o'tirgan yerlarimizdan tortib, mashinaga chiqib safarga qarab, minib Palaniyaga boramiz hamda bu qatim qisqanda. U yerda nondikin manda ishlaymiz. Demak, shu yo'l bo'yi shu borgan, mangan mush sayohatdan tortib, anandikin yerlikka borgandan keyinki yerlikniki shu mayl qasm millatning bo'lishidan qat'iy nazar o'zining yerlik aloyidliklaridan tortib, anandikin cho'lponlarni uchrashtirib, manda bir xil shonsan bo'lib qoldi ekan. Shuni hamda bek xush bo'ldim. Hamda yana birsi mush vaziyatda hamda mau bizni shu dodillik bilan chiqib bizga ishonch bog'lab mush ishni cho'qim yaxshi qilib ketalaydi deb bizni qo'llagan shu oldi bilan korxonchilarga to'g'ri bo'libmi mau Al-Nuri shirkatidagilarga anandan keyin bizning Badam Life shirkatidagilarga anandan keyin Parvona şirketi hamda mush 3 shirkatlar qo'lladi maqatim. Bo'lsa men o'z vaqtida Zamira bilan deyishganda bo'z bir shirkat bilan qilayli. E'lonnimi, shirkatning tashviqotini sog'an silinimizga loyiq razog'idek, to'yg'idek ravishni qilsak, andan keyin tomoshabinlarimizni 3 minutda bir, 2 minutda bir shu e'lon bilan qaydirib o'tmaymiz. Pakiz san'atni taqdim qilsak deb qilgan to'q. Har holda maqatim aran 3 bo'ldi. Demak, 3 shu shirkatning qo'llashi bilan biz ma'ni qildik. Ilqidek yana bir xil bir-birsiniki bilan nimasi o'xshamaydi. Mas'uliyat yoki bo'lmasa tashviqotningki turi o'xshamag'achqa yana tomoshabinlarimizni ancha bak zeriktirib qo'ymaymiz. Shuning uchun hamda ma'u bir yaxshi bo'ldi. Qog'inni biz cho'qim kuchaymiz. Ben bu küçük razı çapatat büyümen az doktorxonaga keldim. Zamirami kuchatdi. Siz mi shunda yaxshi yordam qilyapsiz, kuchatsiz. Andan keyin bizning san'atkorlarimizmi hammasi o deb shuna bir yaxshi bir vaziyat yaraldi. Shunga bu programmaniki bir g'albilik yaxshi bir program bo'lib chiqishiga ham mening ishonchim komil. Menimcha ekran oldidagi ko'rmanlarning cho'qim ishonchsiz komil deb o'ylayman. Endi chunki ijodkor bosh bo'lib turib berdi deganning o'zlar birinchi g'albichi aka. Masalan, Zamira uzundan program ishlayotdi, nurg'un tashviqot filmlarini ishlayotdi. Bu singlimi qiyish bo'lgan tajribasi bor. Ammo yenilam bir nopozliq ustozning bosh bo'lib turib berishi hamma ishning xayrlik bo'lishidan derak bergancha aka. Uning ustiga sizning nopozliq bir bizning ustozimiz bo'lishingizdan boshqa sizdagi yangilik yaratish ro'yi, sizdagi mau ijodiyat ro'yi hargiz yishingizning cho'ng'ishiga ergishib ojizlab qolgani yo'q. Biz buni bilamiz. Texmi kuchayyapti. Unda bo'lgandan keyin programma cho'qim yaxshi bo'ldi deb ishonchimiz bor. Andan yana bir tarafi boyqa gaplaringizni mening his qilganim aka. Haqiqatan hozir siz degandek cho'ng ekrandan kichik ekranga o'tkalgandan keyinki yangi o'zgarishlarning qatorida ijobiy tarafim bor, salbiy tarafim bor. Endi ijobiy tarafi desak qulayliklashdi. Hamma odam o'zining telefonida, o'zining televiziya stansiyasiga o'xshash, o'zi tarqatmoqchi bo'lgan uchurni eng qisqa vaqtda tarqata oladi. Nurg'un yaxshi uchurlardan dal vaqtida biz huzurlanaymiz, bahramlanaymiz. Endi salbiy deb ketgili bo'lmaydi. Salbiy degili bo'lmaydi. Yana bir tarafi, masalan, mushundaq bo'lganligi uchun mau film yoki programma ishlashga ba'zida chaqchaq qilinib qo'yilyotdi-chu. Unda bo'lgandan keyin biz oddiy yo'sindagi film yoki programma ishlaganlarni chetga qoqmaymiz. Bo'g'in yaxshi, hammalarning tirishqini yaxshi, hammalarga fursat bo'lsin. Lekin o'rnak bo'ladiganini bilish kerak. Yaxshi bo'lish. Shunga u o'rnak bo'lish vazifamizni, majburiyatimizni biz unutib qolsak bo'lmaydi-da aka. Shundaqmi? Shunga yaxshisi, kasbisi, munavvarlari mundaq bo'ladi deb hech bo'lmaganda soni jiq bo'lmasin ishlab turish majburiyatimiz bor. Shunga Nijotkan bilan Zamiraning bu shundaq bir cho'ng programmaga, shundaq bir kasbiylik yuqori bo'lgan, nihoyatda qarsak ig'ir, ammo mazmuni shunchalik yangi, mazmuni shunchalik jangovar, shunchalik mo'l mazmunli bo'lgan shundaq programmani ishlamoqchi bo'lganlikdan shaxsan men
bir sizlarning yaqininglar bo'lish suhbatimdan boshqa bir ko'rilman bo'lish suhbatim bilan shundoq intizor bo'lyapman-da programmaning tezroq chiqishiga. Endi bu programmada rangdor mazmunlar, yo'riq nuqtalar bekchiq. Bay Nijatgam nurg'un narsalarni so'zlab o'tdi. Uningdan boshqa bu programda har bir sonda bir amaliy iqtidorli cho'lpon asosliq mehmon bo'ladi. Bu amaliy iqtidorli deganimiz mana o'rnak programmalardami, shundoq o'rnak holatida ishlamoqchi bo'lgan programmalarda mazmun, shakl, butun narsalar, hatto suratga tortish, operatorlik, rejissyorlik, hamma narsa kasbiy bo'lgandan boshqa qatnashgan mehmonlarmi, nihoyat amaliy iqtidori bor mehmonlar. Unda bo'lgandan keyin bu yerda mundaqcha vaqtda bir sinoq. Ko'rilmanlarga asli holatdagi naqshchining asli holatdagi naqsini anglata olamiz. Shundoq bu aka. Undan keyin boy degandek yana bir ahamiyati borgan joydagi go'zal joylarni sayohat yo'riq nuqtalar qilib ko'pchilikka sunib bergili bo'ladi. Borgan joydagi yaxshi tashviq qilishga tegishli mazmunlarni film ichiga kirgizib o'tgili bo'ldi. Bundaq bo'lgandan keyin Abdunur rayonimizning sayohatchilik ishlariga belgilik turda to'kib qo'shqili bo'ladi aka. Shundaqmi? Sayohatchiligimiz taraqqiy qilsa, har millat xalqi naf olsa, Abdunur rayonimizning iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyoti texmi yaxshi bo'lsa, biz taraqqiyotning mevasini yegichilar bo'lamiz. Bahrlanguchilar bo'lamiz. Undaq bo'lgan ekan, bu taraqqiyotga to'kib qo'yishda hammamizning majburiyatimiz bor. Endi programmaning tafsiloti to'g'risida yoki shakli to'g'risida ozroq qo'shib bergil bo'lamdi aka. Bayağı siz asosiyatdan deb bo'ldingiz. Ikkimizga bir chiqib qoldi. Endi bir masalan bir cho'lponni ep mangdi o'xshammi meyadan. Bir soniga bir cho'lponni ep mangan bo'lsak, masalan, texim iniqroq desak, bir masalan Sanavir Tursunningki shu G'uljidagi nima Oltishordagi shu hiliqi o'zining madaniyat o'ylisi hammadan degdek bilib ketdi hozir. Masalan, ma'lum bir son kelganda biz Sanavir Tursun buni deyish bo'ldi-da endi. Sanavir Tursun bilan bu sonni Sanavirni asos qilgan bo'lsak, shu o'ylig'il mangduq. Shu Qur'onni nishon qilib mangduqda biz yo'l bo'yi mangduq. Andan keyin yo'l bo'yi shu G'uljidagi shu go'zal manzaralari, shu nimadan tortib sayramdan boshlab kang sayr bizdan mangduq, endi Qo'rg'ga kirdik. Qo'rg'ga kirib bir kun, 2 kun tayyorlik qilish bosqichi bo'ldi, shunami? Masalan, muzikantlar bilan repetitsiya qildigan, kelishib oldigan ishlar bo'ldi. Andan keyin Sanavir Tursun bilan yana kim uningda asosiyatdan bor Sanavirga kelganda balki mana shu nimaniki Asanjon inner bilan yana Aqoy Qarvaylar bilan andan keyin siz bilgansizlar andan keyin shu yerlik bizningki dongli shu chaqchaqchilarimiz bilan hatto ashuna turlarni kirdi buning ichiga. Demak, Ashqo'roda bir o'tirish bo'lgandeklar bir so'rin bo'ldi. Endi yana boshqa yerlarga borsaqmi? Mayli Janub Shinjonga boraylik, mayli balkim vaqtimimda borliqi birinchi sonni nimadan boshlaylik deb o'ylashdik hamda Pichandan. Sahna bek cho'ng bo'lmasligi mumkin. Haliqi bek necha ming kishilik, 10 necha ming kishilik mana sahna haliqidek anday qadam bo'lmasligi mumkin. Lekin masalan Pichanga borgan bo'lsak, Pichandagi yerlik bizning san'atkorlarimiz bor. Masalan, tipik bo'lgan hamda Pichanda masalan Melis Mashripi deganlarning biri. Aminin bilan shu Pichanga borgan bizningki cho'lponimizni buni uchrashtirib, o'zi ayrimmi numeri o'rlab naqsh etdi. Ham shu yerlik san'atkorlar bilanmi birlikda bir numar o'rlaydi. Demak, shu 30 minut yo 40 minutlik shu vaqtning ichida ham Junguyda Yanchangxuyningki shu shaklida bir nechta numar sahna o'rnaldi. Andan buni suratga olganda yana bir yangilik endi suratga mo olamiz, naq maydonda ovozni naq maydonda qildigan bo'ldik. Shu yaxshi teoyindan olib, balkim yaxshi elib ashadlam, loyinpinga akirmaylam shu kirishtirib mana deb jing chiqdi bunda. Tabii bumi bir bo'ludi ham hisobda. Andan keyin yana boshqa qo'shib uni shu naq maydonda shu chaqda ko'ringlar. Uni sen Nijat Kamilqi vlog ishlashga bek ustib ketdi hozir. Unda bo'lgandan keyin jarayonlarni Nijat Kam o'zining shaklidami nurg'un mazmunlarni ko'pchilikka yetkazib beralaydi deb o'ylayman. Uni demoqchiman, masalan, men naq maydonda olganning ichida numar masalan 3 yo 4 numar bo'lgan bo'lsa, bu numar qo'shildigani yana keldi ketdi ketayotgan berayotgan ba'zi bir yaxshi nima yorqin nuqtalar andan keyin balkim ba'zi bir to'g'ri kelib qolgan naqshni ketayotgan bizlarga bir yo kosta mashinada yoki biz bir
Şanlı maşında mağımızda mesela. Demek ben hem de rejissor Zemire, ben hem de nazaretçi buluş salahiyetim bilen bu muhodki vazifemiz. Hem de mu şey yani biz yana ben ekrana çıkma. Doğru. Ekrana çıkıp anadaki çolpanını bile oturmamız, maşını minip ketiyotgan yerimiz, bazı bir paranglarımız, yoki şu bamak olgan nişan to'g'riliq parang, yoki bo'lmasa shu nomerning mazmunlaridagi parang, yo bo'lmasa turib balkim bir naqshini mashinaning o'zida beryapmizda. O'zida berayotgandan keyin yana bir apparatda, yana bir mashinada sirtning ko'rinishlari birga mangdi. Ishqilib zot amal bor buni bir jonliq endi bir taraf qilsak yaxshi bo'lgan. Undan boshqa endi bay siz muhim bir gapni qildingiz. Balki men bay to'liq deyim. Hozir bu nimaniki cho'ng ekrandan kichik ekranga mangdiq. Buning ijobiy tarafi mutlaq ijobiy tarafi, shundami? Endi salbiy tarafi desakmi bo'lmaydi hozir endi. Bu bir jamiyat. Masalan, biz yashayotgan jamiyat bir jamiyat. Bu tor dunyosi bir jamiyat ekan. Har qanday odam yashaydi bu yerda. Har qanday safa qatlamdagi, har qanday bilim qatlamdagi odamlar yashaydi ekan. Qonunga xilof ish qilmasa, o'ziningki iqtidor qobiliyati bilan, o'zining dunyo qarashi bilan bir ishdan chiqasi bo'laverdi bu. Bu bir kang yatmasa, qalaymiqan ish bo'lmasa, bu bir kangri dunyo. Shundami? Ekran hamda bu kekvalar biz ekrandagi necha tekshirib, necha qo'ydik. Hozir siz degandek bu hammamizning qo'lida birdan radio stansiyasi, televiziya stansiyasi bor. Buni hamda lekin hozir mana shunday yaxshi menyapti. Shundami? Lekin hamda ba'zi narsalarni biz hamda uni o'z navbatida o'zining bir organlar o'zlari bir taraf qilgan ishlar bor hamda. Uni biz hamda nima qilmaymiz. Lekin biz buningdan cho'qim bir to'liq foydalanaylik dedikcha. Masalan, ma filmni ishlaydiganga menyapgan bo'lsak, sırttan yana bir ikki apparat, yana ikki apparat shunda telefon orqali mana shoshiping, danshiping qilib butun o'sha ishlab chiqarish jarayonlarini qaysimizningki do'yin qayshu xarakterimizga mos kelsa, shunikidan biz chiqarib olsak, bu shong yeng emas, jiqtirabdan utuqlik qozongan bo'ldi ekanmiz. Masalan, eng oddiysi bizga mablag' solgan o'sha korxonalarni texnik keng doirada rozi qila oladi ekanmiz. Bu menvatqa vaqtlarimizga nurg'un qiziqarli ishlar bo'ldi. Shundami? Andan keyin balkim qas do'yinjon qolmay tursa, shundan keyin finsiz o'zida hech bo'lmagan. Shuning uchun ham shu narsalarni biz imkon qadar shu yangi taratquv vositalardan to'liq bir foydalanadigan bo'lsa, imkon qadar to'liq foydalansak bu mumkin endi. Endi masalan ijodga ishkilaymiz ham axborot sohasidan chiqqanlar shundaqku. Unda bo'lgankim shu tur dunyosida mayli program ishlash bo'lsin, mayli boshqa shakllardagi tashviqot, boshqa shakllardagi mazmun yetkazishdi bo'lsin. Endi biz pek o'zimizni qo'ysak bo'lmaydi-da, shundaqku. Ijodkorning ishlagan mazmunlarida sap aktiv energiya. Endi shunda bo'lgankin boyiqi o'rnak deganga yenib kelsak, o'zimizning shaxsiy aloqa to'rimiz bo'lgan bilan uningdimi yana axborot o'rnidan chiqqan bir shaxslar bo'lish sifatimiz bilan cho'qim shu qonun tuzumga rioya qilgan asosda deyishga tegishli deb deyishga tegishli bo'lmaganini demay bu jihatdami cho'qim o'rnakli rolimizni joriy qildirib ma to'r muhitiningmi sog'lom, yeshil, pokiz bo'lishiga to'kib qo'yishimiz kerak. Birinchi burchimiz shart qilamiz. Mayli xos ishni qilaylik. Mayli bu program ishlamdi, mayli siz biz o'z navbatimiz o'zimizniki vlog. Ya mayli bu jihatda bu bir endi dijam bu degan qo'sham bu. Bo'libmi bizma axborotdan chiqqanlar zot baytaqat qilsak bo'lmaydi bu. To'g'ri. O'rnakli rolimizni cho'qim joriy qildirishimiz kerak deb tirishyapmiz. Agarda bo'lmagan yerlar bo'lsa taklif fikringlarni qabul qilamiz, ammo majburiyatimizni unutib qolganimiz yo'q. Albatta mushqitimqi kuy sapri programmasimi Nijotkan bilan Zamiraning asli maqsadni unutmay, o'zining kimligini, o'zining nima ish qilmoqchi ekanligini unutmay turib qilayotgan bir programmasi deb o'ylaymiz. Shunlashqa program chiqqandan keyin cho'qim ko'pchilikning yaxshi ko'rishiga erishidi. Andan keyin shu kelarsam qachon chiqadi deb taqozo bo'ladigan bir program bo'ldi deb o'ylayman. Endi bizning bu uchurlarni ko'pchilik yetkazishimizga maqsad nima deb o'ylashingiz mumkin. Tashviqot qilmoqchimi korxonchilar undaq emas boy deb bo'ldi-ku, korxonchilar o'zini qo'llaydiganligini bildirib bo'ldi. Faqatla ko'pchilikka mush xush xabarni yetkazib, vaqt kelganda programmani ko'rgan bo'lsanglar yoki programmaga munosabatli mazmunlarni ko'rgan bo'lsanglar, yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, bir yurak, bir yaxshi
inkaz, shundaymi aka? Mushlar orqali qo'llab bersanglarlar, meningcha Nijotgan bilan Zamira singlimning odiq chiqadi deb o'ylaymiz. Agar mushundaq ilhom odatlar bo'lsa, ondan mushundaq sifatli programmalar, sifatli asarlar yana davomli barliq keldi degan gap. Jabhat tatadigan bo'ldinglar aka. Rahmat, sizni javob Barliq qildik. tomoshabinlar vakolatan Nijotgamga, Zamira singlimga eng yaxshi muvaffaqiyatlarni tilaymiz. Albatta bu jarayonda sizlarning atrofinglardagi sizlarni yaxshi ko'radigan, sizlarni hurmatlaydigan biz hammanglar har vaqt yetishamagan yerlaringlarga jiroqni yaqin qilib berishga biz tayyor. Nurg'un odamlar bor sizlarga. Tayyor turadigan. Juma aka. Rahmat. Rahmat.